Bir sotixi 4,5 ming dollardan sotilayotgan joy. O'rtoqlar, bu joyni ko'rsatishdan oldin sizlarga hozir bir ma'lumot aytmoqchiman. Prezidentimizning tashabbuslari bilan 2025-yil oktyabr oyida xalqaro aeroport qurilishiga start berilgan. Bu aeroport qayerda desanglar, aynan biza turgan joydan taxminan 2-3 kilometr uzoqlikda. O'rta Chirchiq va Quyi Chirchiq tumanlaridan 13 gektar yer ajratilibdi. Mana shu yerga nasib bo'lsa kelajakda xalqaro aeroport quriladi. Bu aeroport yiliga 20 ming yo'lovchini va 120 ming tonna yuk oldi berdi kelib ketishini qabul qilish imkoniyati bor ekan. O'rtoqlar, yana bir ma'lumot, mana hozir yonimizda poyezd yo'l turibdi. Mana shu poyezd yo'li naryoq tarafidan yangi tez yurar poyezdlari barpo etilar ekan. Bu poyezdlar Toshkent Samarqand, Toshkent Andijon va Toshkent Bo'stonliq pulli yo'llari bilan bog'lanadi. 4,5 ming dollardan sotilayotgan joyimizda bo'lsa, umumiy maydoni 208 gektar. Kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Biznesmen akalarimizni ko'ringlar endi mana bu joyimizni. Hammasi devorlar bilan, zaborlar bilan juda chiroyli qilib o'rab qo'yilgan. Mana shunaqa ko'rinishda holatda. Bu yoqda endi qorovul xonalari ham bor ekan. Har bir sotixiga 4,5 ming dollardan so'rashyapti. Endi kelishiladigan joylar bo'ladi. Bu videoni biznesmen, tadbirkor, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan, kargo biznesi bilan shug'ullanadigan biznesmen akalarga yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Bilasizlar, biz reklama qiladigan joylarda har doim joy egalarining nomerlarini qoldiramiz. To'g'ridan-to'g'ri joy egalariga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Ishonamanki, yaqin 4-5 yillik kelajakda bu joylar juda ham zo'r rivojlanib ketadi. Agar pul bo'lsa, hozir bosib qo'yadigan joyi umumiy summa shunda 1,260 ming dollar chiqyapti. Endi kelib tepasida savdo qiladigan bo'lsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Dokumentlar bo'yicha, yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.